Mana bu Qirg'izistonning ichidagi So'x tumani O'zbekistonning anklav hududi hisoblanadi. U har doim muammoli va ziddiyatli ma'muriy birliklardan bo'lib kelgan. Bu yerda o'zbekistonliklar uchun qirg'iz chegarasi, qirg'izistonliklar uchun esa o'zbek chegarasi va uning xodimlari qaysidir ma'noda yomon ko'rinadi. Fikrlar shunchaki paydo bo'lmaydi, ular qandaydir voqeaning hosilasi. Real vaziyat va faktlarga, rasmiy munosabatlarga tayanmasdan biror bir fikr bildirish, xulosa chiqarish xato. Ammo yaqinda Qirg'iziston Respublikasining Qaypas chegara o'tkazish punktida o'zbek yigiti va uning qari betob onasiga bo'lgan qo'pol munosabat chindan jamoatchilikni bir qalqitib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qirg'izistonlik chegarachilar kuch ishlatib olib ketgan o'zbekistonliklarni ko'rish mumkin. Unda o'rta yoshlardagi yigit va uning onasi deb ta'kidlanayotgan ayol harbiy kiyimdagi shaxslar tomonidan ularning roziligiga qarshi holda kuch ishlatib olib ketilayotgani tasvirlangan. Farg'ona viloyat kengashi deputati Subhonali Nishonov voqea yuzasidan So'x tumani aholisi nomidan video murojaat qilgan. Unda O'zbekiston fuqarosi, hokimiyat vakili Sherzodjon Qurbonov va uning betob onasiga nisbatan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlar haqida so'z boradi. Sherzodjon Qurbonov neytral hududdan majburan Qirg'iziston hududiga olib kirilib, jismoniy zo'ravonlikka uchradi. Hatto fuqaroning kasalmand onasi ham tan jarohati olgan. So'x aholisi O'zbekistonning ajralmas qismi bo'lsa-da, Farg'ona viloyatiga borib kelish uchun Qirg'iziston hududi orqali o'tishga majbur. Afsuski, ayrim Qirg'iziston chegara xodimlari tomonidan So'x aholisiga nisbatan muntazam ravishda bosim, tahqirlash va noqonuniy munosabatlar kuzatilmoqda. Shuningdek, video murojaat davomida qirg'izistonlik chegara xodimlarining O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayolni pasportini olib, telefon raqamini berishini so'ragani yoki o'zbekistonlik bo'lgan haydovchilarga nisbatan o'ta qo'pol va haqoratomuz so'zlar bilan tanqid qilingani aks etgan lavhalar mavjud. Subhonali Nishonov vaziyat haqida fikr bildirar ekan, ikki xalq o'rtasidagi do'stlik aloqalari mavjudligini ta'kidlab, Prezident Shavkat Mirziyoyevdan bir qancha masalada yordam so'ragan. Hurmatli prezidentimizdan quyidagilarni so'raymiz. So'x aholisining xavfsizligini ta'minlash, chegaradagi noqonuniy harakatlarga huquqiy baho berish, fuqarolarimizni sha'ni va huquqlarini himoya qilish. Ushbu voqea diplomatik va qonuniy yo'l bilan qat'iy ko'rib chiqish. So'x xalqi ham O'zbekiston fuqarolari. Biz ham o'z yurtimizda hurmat va xavfsizlik bilan yashashni istaymiz. Adolat bo'lishiga albatta ishonamiz. Videoda Nishonovning chegaradagi neytral hududdan olib ketilgan hamyurtlarimiz bilan suhbatidan shu ma'lum bo'ldiki, Sherzodjon Qurbonov qandaydir jarimani to'lab, keyin ketaverishi va qulog'idan lat yegani sabab eshitishida kamchiliklar borligi haqida gapirgan. Keyinroq e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Rishton va Payqas chegara postlari o'rtasidagi neytral hududda sodir bo'lgan holatda jabrlangan fuqaro oilasi bilan So'x tumaniga olib kelingan va hozirda tuman shifoxonasida tibbiy nazorat ostida davolanmoqda. Uning salomatligi bo'yicha tegishli mutaxassislar tomonidan zarur choralar ko'rilgan. Qaypas chegara o'tkazish punktida sodir bo'lgan holat yuzasidan So'x tumani hokimligi axborot xizmati rasmiy munosabat bildirdi. Unda ta'kidlanishicha, mazkur holat to'liq nazoratga olingan. Ayni paytda tegishli idoralar bilan hamkorlikda har tomonlama o'rganilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati xodimlari hamda So'x tumanida yashovchi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'rtasida tushunmovchilik kelib chiqqan. Shuningdek, ikki tomon mas'ullari va fuqaro ishtirokida muloqot o'tkazilib, vaziyat tinch yo'l bilan bartaraf etilgan. Tomonlar yuzaga kelgan tushunmovchilik uchun o'zaro uzr so'rashgan. Ammo Qirg'iziston tomonidan voqea yuzasidan hech qanday rasmiy ma'lumot taqdim etilmagan. So'x tumani hokimligi axborot xizmati ayrim ijtimoiy tarmoqlarda bir yoqlama va hissiyotga berilgan xabarlar tarqalayotgani, fuqarolardan tekshirilmagan ma'lumotlarga ishonmaslikni, vaziyatga xolis va vazmin yondashishni so'ragan. Ammo yuqorida ta'kidlangan tushunmovchilikning asl sababi nima ekanligi ochiqlanmagan. Qanday sabab bo'lishi kerakki, neytral hududda bo'lgan boshqa davlat fuqarolarini qo'shni davlat vakillari bo'lib ham harbiylar guruh bo'lib kuch ishlatib, majburlab sudrab ketishi uzr so'rash bilan oqlanib ketsa.
Bu savol ochiq, javob esa har kimning o'zida bor. Biz faqat faktlarni taqdim etamiz, xulosani esa o'zingizga qoldiramiz. Umid qilamizki, bu kabi ko'ngilsiz voqealar ikki qardosh davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, diplomatik va do'stona munosabatlariga hech qanday ta'sir qilmaydi. Fikrlar uchun izohlar bo'limi ochiq, obuna bo'lishni esa esingizdan chiqarmang va anhor uzda qoling.